Shu salatdan keyin bolgarskini sevib qolishinglar aniq. Qani birga tayyorlaymiz, yeb ko'rib baho berasizlar. Bismillah deb ishimizni bolgarskilarimizni duxovkaga qo'yishdan boshlaymiz. Bolgarskilarimiz pishib chiqqandan so'ng mana shunaqa idishga solib, ustini strech bilan yopib qo'yamiz. Shunda po'stloqlari tez va oson ajralib chiqadi. Yarim soat shu holatda qoldirdim. Mana shu holatda tozalab olamiz bolgarskilarimizni po'stlaridan va tuxumlardan yaxshilab tozalab tashlaganimizdan keyin sousimiz uchun chesnok, achchiq qalampir, tuz, shakar, zelen va limon sokini solib yaxshilab aralashtirib bir xil massaga keltirib olamiz. Keyin esa bolgarskilarimizni mana shu holatda terib, ustidan sousini qo'yib, to bolgarski tugab, sousimiz ham tugaguncha shu holatda davom etamiz. Tayyor bo'lgandan so'ng yarim soat xolodilnikda saqlab keyin yesanglar, bu salatni ta'mini sizlarga ekran ortidan tasvirlab bera olmayman. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga yoqishi aniq. Yoqimli ishtaha.